Voy miya. Xona issiq bo'lishiga qaramay, oyog'imiz lo'killab muzlay yotibdi. Nega doim shunaqa sovqotamiz, a? Birinchidan, qalqonsimon bez juda sekin ishlaydi. Agar u uxlasa, barcha moddalar almashuvi va issiqlik ishlab chiqarilishi sekinlashadi. Ikkinchidan, temir moddasi deyarli nolga tushib qolgan. Agar qonda temir moddasi yetishmasa, u bizni isitish uchun yetarli kislorodni tashay olmaydi. Obbo. Demak, ayb qishda emas ekanda? Eshityapsanmi xo'jayin? Senga 3-paypoq emas, senga analiz kerak. Bu oilaviy dorixonadan bebaho maslahatlar edi. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Voy miya. Xona issiq bo'lishiga qaramay, oyog'imiz lo'killab muzlay yotibdi. Nega doim shunaqa sovqotamiz, a? Birinchidan, qalqonsimon bez juda sekin ishlaydi. Agar u uxlasa, barcha moddalar almashuvi va issiqlik ishlab chiqarilishi sekinlashadi. Ikkinchidan, temir moddasi deyarli nolga tushib qolgan. Agar qonda temir moddasi yetishmasa, u bizni isitish uchun yetarli kislorodni tashay olmaydi. Obbo. Demak, ayb qishda emas ekanda? Eshityapsanmi xo'jayin? Senga 3-paypoq emas, senga analiz kerak. Bu oilaviy dorixonadan bebaho maslahatlar edi. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Voy miya. Xona issiq bo'lishiga qaramay, oyog'imiz lo'killab muzlay yotibdi. Nega doim shunaqa sovqotamiz, a? Birinchidan, qalqonsimon bez juda sekin ishlaydi. Agar u uxlasa, barcha moddalar almashuvi va issiqlik ishlab chiqarilishi sekinlashadi. Ikkinchidan, temir moddasi deyarli nolga tushib qolgan. Agar qonda temir moddasi yetishmasa, u bizni isitish uchun yetarli kislorodni tashay olmaydi. Obbo. Demak, ayb qishda emas ekanda? Eshityapsanmi xo'jayin? Senga 3-paypoq emas, senga analiz kerak. Bu oilaviy dorixonadan bebaho maslahatlar edi. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.